Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilik maktab davridagi farzandi bo'lgan ota-onalar bilan gaplashganimizda ular beradigan ko'pchilik savollardan biri bu nega farzandi maksimal darajada harakat qilmayotganligi, repetitorga borsa ham o'qish natijalari yaxshi emas yoki nimalargadir chalg'ish ko'p. Va ikkinchi savol, qanaqa qilib ular hozir harakat qilishsa, vaqti kelganda chet elda yoki yaxshiroq joyda o'qishadi. Nafaqat o'qish yoki qayerdadir ishlash, umuman hayotda nimadirga erishish uchun avvalambor insonning o'zini maqsadi bo'lishi kerak. Sizning farzandingizning o'zini maqsadi bormi yoki bu maqsad siznikimi degan savol bor. Agar farzandingizning o'zini maqsadi bo'lmayotgan bo'lsa, farzandingizning o'zini fikri bormi? O'zi o'qiyotgan narsasidan, intilayotgan narsasidan yoki bo'lmasa maktabga borib kelishidan qanaqadir foyda olishi to'g'risidagi aniq bir fikr bormi, yo'qmi? O'sha narsani tekshirib ko'rish kerak. Qachon siz oxirgi marta farzandingiz bilan do'stona nimadir haqida gaplashdingiz yoki uning orzu maqsadlari haqida shunchaki do'q qilmasdan yaqin olib gaplashib ko'rgansiz? Agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, u qachon bo'lgan? Va ikkinchi narsa, agar bu ko'pchilik o'zim ham hayotda boshqalar bilan gaplashganimda kuzatilgan narsa, sinfdoshi yoki qaysidir boshqa o'rtog'i qo'shnini farzandini misol qilib ko'rsatib, u nimadir qilyapti, sen esa hali ham o'ynab yuribsan degan gaplar ko'p eshitamiz. Bu esa bolaning ro'yxatiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunaqa narsalar sizning farzandingiz bilan sodir bo'lganmi, yo'qmi, buni har bir ota-ona o'zi o'ylab ko'rishi kerak. Keyingi masala bu maktab davriga endi chiqayotgan 3-4 yosh yoki 4 yosh atrofidagi farzand ota-onalari. Ular ham ba'zida gaplashganimizda maktab boshlansa yoki 5-sinfdan o'tgandan keyin nimadir repetitorga yoki bo'lmasa o'qishga e'tibor qaratamiz deb aytishadi, lekin hozirgi vaqtni nimaga sarflayotganligiga ham qarab qo'yish kerak. Ular vaqti kelib ulg'aygandan keyin ularda ham o'zini shaxsiy fikri bo'ladimi yoki o'zi qo'ygan maqsadiga intilish, oxirigacha harakat qilish ro'yxati shakllanadimi, yo'qmi? Va ular hozir o'sha chaqaloq payti, 3-4 yosh paytida qanaqa bo'sh vaqtini sarflashyapti? Faqat telefonga qarashyaptimi yoki qanaqadir siz ertak o'qib beryapsizmi? O'sha ertakdagi jasorat, oxirigacha intilish, mehr, muhabbat kabi tuyg'ularni tushunishi kerak bo'lgan xislatlar hisoblanadi bolalarda. Agar bu narsalar bo'lmayotgan bo'lsa, hali ham yosh bola hozircha o'ynab tursin deb telefon berayotgan bo'lsangiz, qattiq adashayotgan ota-onalar safiga kirasiz. Afsuski. O'shaning uchun iloji boricha ertak o'qib bering, birgalikda kitob o'qing. Agar qo'lingizdan kelsa sahobalar haqida birga o'qib bering, ularga u haqida gapirib bering. O'shandagina o'sha 1-sinf, 2-sinf davridayoq bolada o'zini bir shaxsiy fikri shakllanadi, o'zini shaxsiy orzu maqsadlari shakllanadi va o'sha siz televizorda ko'radigan yoki xabarlarda eshitadigan 4-sinfda yoki 5-sinfda nimadirlar qilibdi, prezident maktabiga kiribdi yoki chet elga grant yutibdi shu yoshida degan xabarlar o'shandagina sizning farzandingiz bilan ham sodir bo'ladi. Barchaga rahmat.